yoshlarimizni ilm oldirishga muhabbati emas, ilm olsa kelajakda o'z o'rnini egallashga bo'lgan muhabbatini oshirishimiz kerak. Mana ikkalasi ham muhim, lekin ikkinchisi undan ham ko'ra muhim. Demak, inson o'zi xohlab shu ishni qilsa, demak uni natijasi kuchli bo'ladi. O'zini o'qishga, ta'limga, ilmga bo'lgan muhabbatini xohlatadigan usullarni qo'llashimiz kerak. Bu qanday usullar deydigan bo'lsak, birinchi navbatda ilm orqali inson qanday muvaffaqiyatga erishish mumkinligini biz amaliy holatda ko'rsata olishimiz kerak. Va shu ko'rsatgan insonlarni kerak bo'lsa jonli holatda suhbatlashtirishimiz kerak. Ma'lum bir mana bizni ta'lim tizimimizda shu muvaffaqiyatga erishgan insonlarni maktabimizdagi o'quvchilarimizga turli xil kelib darslari, insaytlari bo'lgan holatlarda biz ko'p takroriy holatda qilamiz. Va o'quvchilarimizni hayotga olib kirishimiz kerak. Birinchi navbatda, ya'ni hayotni zo'r tushungan inson u ilm bo'lsin, hunar bo'lsin, albatta uni maromiga yetkazdirib, oxiriga yetkazadi.